Oddiy burun sizni himoya qilishini va hayotingizni saqlab qolishini bilardingiz, hozir tushuntirib ketaman. 21-asrda hid bilmasdan yashash juda ham xavfli hisoblanadi. Masalan, qo'shningiz uyida yong'in chiqsa yoki har xil gaz hidlari yoki har xil ishqor kislotalarni siz bilmasangiz, hid bilmasangiz, to'g'ridan-to'g'ri ichib qo'yishingiz mumkin yoki shu olov ichida yoki pajar ichida qolib ketishingiz mumkin. Bu esa hayotingiz uchun juda ham xavf hisoblanadi. Misol uchun, Ikkinchi jahon urushi oxirlarida askarlar dushmanlarni o'ldirish maqsadida har xil zaharli bo'lgan gazlardan foydalangan. Buni bilgan, vaqtida sezgan, ya'ni hid bilgan askarlar o'z himoya vositalarini, ya'ni protivgazlarni kiyib, himoyalanib, o'z yaqinlarini va o'zini jonini saqlab qolgan. Bilmaydiganlari, hid sezmaydiganlari, ya'ni burun qanaqadir retseptorlari ishlamaydigan askarlar esa har xil gazdan keyin nobud bo'lgan. Hozirgi kunda hid bilish buzilishini birinchi va ikkinchi tipi bor, ya'ni birinchi markaziy va ikkinchi periferik turi bor. Markaziy hid bilish buzilishiga bularga markaziy nerv sistemasidagi har xil shamollashlardan keyingi travmalar yoki operatsiyalardan keyingi holatlar kiradi. Oddiy parotit kasalligi, ya'ni tepish kasalligida ham markaziy hid bilish, tan bilish markazi buziladi, lekin vaqt o'tishi bilan tiklanadi. Ikkinchisi periferik hid bilish buzilishiga esa quyidagi kasalliklardan keyin kuzatilishi mumkin. Ya'ni COVID, gripp, burun to'siq qiyshuvligi, burunda har xil o'smalar, polipozli o'smalar, polipozli gaymaritlar deb aytiladi. Shu holatlarda kuzatiladi. Va hattoki allergik reaksiyalardan keyin ham periferik hid bilish buzilishi mumkin. Bu holat to'g'ridan-to'g'ri anasmiya va giposmiyaga buziladi. Masalan, xronический uzoq muddat masalan burun ichida o'smalar bilan, burun to'siq qiyshuvligi bilan yuraveradigan bemorlarda bu xronический fonga o'tib qoladi. Ya'ni anasmiya bular butunlay hid bilish, tan bilishidan ajralib qolishi mumkin. Agar o'z vaqtida o'sha poliplarni olib, burun to'siqlarni to'g'rilab, undan keyin to'g'ri lecheniya qilinsa, xudo xolisa, hid bilish, tan bilishi yana oldingi holatiga qaytadi. Shu sababli yuqoridagi kasalliklar, yuqoridagi simptomlar sizda kuzatilsa, o'z vaqtida shifokorga chiqib davolanishingizni tavsiya qilamiz va hid bilishni o'z vaqtida tiklashingizni va saqlab qolishingizni so'rab qolamiz.